Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz qardaşlar, anlayatqanыңlar Muhammed ibn Sulayman Maghribi'nin Cem'ul Fevaid min Camil Usul ve Mecmu'uz Zevaid namlı kitabının 6. tomu. Biz tefsir bölümünü okuyatımız. Bugün okuyduğumuz Sebe, Fatir, Yasin, Saffat, Sad ve Sümer surelerinin tefsiri alakalı sahih hadisler. Tirmizi'nin Hasan ve Sahih rivayetinde Ferve ibn Musayk Muradi radıyallahu anhu'nun ondaqtigeliki rivayet kılınıdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin huzuru kelip, "Ey Resulullah, men kavmimden musulman bolganlarga başçılık kılıp, musulman bolmaganlarga karşı uruş kılayımı desem, Peygamber aleyhisselam uruş kılışımı koşuldu ve meni koşunga başlık kılıp tayinledi. Men onun huzurdan qaytıp çıkandan keyin "Heliqi Gatafallık qane" dep men soraptı. Huzuridagilar mening chiqib ketganligimni aytgan ekan, arqamdan odam avatib meni qaytarib keldi. Huzuri qaytib kirsam, Peygamber aleyhisselam bir qancha sahabasi bilan o'tirgan ekan. Manga qavmingni islomga da'vat qil, musulmon bo'lganlarni qabul qil, musulmon bo'lmaganlarni bo'lsa, men sana bu haqda buyruq qilmoqchi bir taraf qilishga oldirma dedi. Ondan keyin Saba qabilasi haqida bir oyatlar nozil qilingan edi. Bir kishi "Ey Rasulullah, Saba degan nima? Bir yerning ismimi yoki bir ayolningmi?" deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom "U yerning ismi emas, bir ayolning ismi emas, balki arablardan 10 balaga ota bo'lgan bir odam bo'lib, uning o'g'illaridan 6si Yaman tarafga, qolgan 4i Sham tarafga berib yashagan. Sham tarafga berib yashaganlar Lahm, Juzam, Ghassan ve Amila qatorliqlar. Yaman tarafga berib yashaganlar bo'lsa Azd, Ash'arilar, Yimyar, Kinda, Muzhij ve Anmarlardir dedi. Bir odam "Ey Rasulullah, Anmar kimler?" deb so'ragan edi. Payg'ambar alayhissalom Hasam ve Bujayla qabilalari mansub bo'lgan qavm dedi. İmam Buxariyning rivayetida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivayet qilindi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Allah osmonda birer ish hukm qilsa, farishtalar xuddi tosh ustiga tushgan zanjirning ovozidek jarangliq anglangan Allohning so'ziga bo'ysunganliklarini ifodalashib, qanotlarini qiqishidi. Ularning qo'rqib ketgan qalblaridan qo'rqinch ko'tarilib ketganda, "Rabbinglar nima dedi?" deb so'rashidi. Ular, ya'ni muqarrab farishtalar so'rg'uchilarga javoban "Allah haq so'zini dedi. Allah ustun va buyukdir" deydi. O'g'irliqchi tanishuvchilar, jillar uni anglab oladi. Sofyan o'g'irliqchi tanishuvchilarni qo'li bilan sifatlab bermoqchi bo'lib, "Mushuningga o'xshash biri yana birining ustida" deb o'ng qo'l barmoqlarining oraliqlarini ochib, bir-birining ustiga tikladi. Ba'zida tanishib olg'uchi anglaganlarini hamrohiga deb berishdan ilgari ko'ydirgich yulduz kelib uni ko'ydirib o'tadi. Ba'zida tanishib olg'uchi anglaganlarini ostidagi aytib berguchilik ko'ydirgich kelmay qoladi. Ostidagi aytib berib, oxiri uni zamonga yetkazadi. Sufyan rivoyatida oxiri zamonga tushadi degan. Ondan u sehrgarlarga yetkazadi. Sehrgar uningga 100 yolg'onni qo'shadi. Osmondan anglangan bir so'z sababidan uning deganlaridan birisi to'g'ri chiqib qoladi-da, uni anglovchilar "U faloni kuni mundaq bo'lganligini, pustoni kuni mundaq bo'lganligini aytgandi. Darvaqa shundaq bo'ldi emasmi?" deyishib, sehrgarga ishinib ketishadi. Abu Davudning sahih rivoyatida Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi ki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Allah Taala vahiy qilganda osmondagilar osmondan safo tig'ida zanjir surilgan jarangliq ovoz anglaydi-da, qo'rqinchdan o'shidan ketadi va toki Jibril kelganga qadar shundoq qoladi. Jibril kelganda dillaridan qo'rqinch ko'tariladi. Ondan ular "Ey Jibril, Rabbing nima dedi?" deb so'raydi. Jibril "Haqni dedi" deydi. Ular "Haqni deydi" deyishadi. Tirmizining sahih rivoyatida Abu Said radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi ki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Alloh taolaning "Ondan biz kitob,
Yani Qur'onni bendelerimizden biz tanlagan kishilarga miras qilib berdik. Ularning ba'zisi o'ziga zulm qiluvchidir. Yani Qur'onni tilovat qilgan bilan amal qilmaydi. Ba'zisi o'ttiraldir. Yani ko'p chog'larda Qur'onga amal qilib, qisman chog'larda amal qilmaydi. Ba'zisi Allohning izni bo'yicha yaxshi ishlarni qilishga oldiruvchidir. Ana shu katta marhamatdir degan oyat haqida ularning hammasi bir martabada bo'lib, hammasi jannatdadir degan. İmam Ahmedning bir qancha sanad bilan rivoyat qilgan bir sanadining ravilari Sayyidning ravilari bo'lgan rivoyatida Abu Darda radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundoq deganligini anglagan. Alloh azza va jalla ondan biz kitob, ya'ni Qur'onni bandalarimizdan biz tanlagan kishilarga miros qilib berdik. Ularning ba'zisi o'ziga zulm qiluvchidir, ya'ni Qur'onni tilovat qilgan bilan amal qilmaydi. Ba'zisi o'ttiraldir, ya'ni ko'p chog'larda Qur'onga amal qilib, qisman chog'larda amal qilmaydi va ba'zisi Allohning izni bo'yicha yaxshi ishlarni qilishga oldiruvchidir. Ana shu katta marhamatdir dedi. Yaxshi ishlarni qilib oldida manganlar jannatga hisobsizlik kiradiganlar. O'ttiral bo'lganlar yengil hisob ilinadiganlar. O'ziga zulm qiluvchilar bo'lsa, mahshargohga boshdan oxirigacha sulab qo'yiladiganlardir. Keyin Alloh taolo o'z rahmati bilan ularni qutuldirib oladi. Ana shular jami hamdu sana bizning g'am qayg'uni ketkizayotgan Allohga mansubdir. Bizning Parvardigorimiz haqiqatan nihoyat mag'firat qiluvchidir. Az yaxshilikqa ko'p savob bergichidir. Alloh marhamatidan bizni jannatda turg'izdi. Jannatda bizni hargiz jafo tortmaymiz. Jannatda biz hargiz jafo tortmaymiz, hargiz charchamaymiz deydiganlardir. Tirmizining sahih rivoyatida Abu Said Xudri radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Bani Salama jamoati Madinaning bir chetida yashaydi. Ular masjidga yaqin yerga ko'chmoqchi bo'lgan edi. Alloh taolaning biz shubhasizki o'liklarni tirildiramiz. Ularning dunyoda qilgan yaxshi-yomon amallarini va ishlarini xotirlab qo'yamiz. Hamma shayini ro'shan daftarda, ya'ni Lavhul Mahfuzda to'liq xotirlab qo'yganmiz degan oyat nozil bo'ldi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularga izlaringlar xotirlanadi, shuni ko'chmanglar dedi. İmam Buxariyning rivoyatida Abu Zar radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kun petayotgan bir vaqtda mendan kunning qayerga kirib ketadiganligini bilamsan deb so'radi. Men buni Alloh va uning elchisi bilan bildi dedim. Payg'ambar alayhissalom u menga erishning ostiga berib Allohga sajda qiladi. Ondan mashriqdan chiqishga ijozat so'raydi. Onunğa icazet verildi. Secde qilsa qabul qilmay qilishga, ijozat so'rasa ijozat berilmay qilishga az qilyapti. Ijozat berilmasa, onunğa kelgan yo'ling bilan qayt deyiladi. Shuning bilan quyosh kun petishdan chiqadi. Alloh taolaning kun belgilangan joyiga qarab sayr qiladi. Bu g'olib hammani bilguchi Allohning oldin ola belgilagan ishidir degan oyatida mana bu ahvol tushuntirilgan dedi. İmam Müslim'deki yana bir rivayette mundaq deyilgan. U qachon bo'ladi bilamsizlar? U kunda ilgari iman aytmaganlarning yoki iman aytib yaxshi ish qilmaganlarning aytgan imoni foydasiz bo'ladi. Tirmizining sanadi hasan rivoyatida Subayr radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Ondan keyin sizlar qiyomat kuni Parvardigoringlarning dargohida bir-biringlar bilan da'vo qilasizlar degan oyat nozil bo'lganda men ey Rasululloh, biz bir-birimiz bilan dunyoda davolashgan bo'lsakmi, oxirat yana davolashamdiq deb so'rasam, payg'ambar alayhissalom ha dedi. Men undaqda ahvol bekla ig'ir ekan dedim. Nesai'ning sahih rivoyatida İbn Abbas radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi.
Köp adam öldürgen ve zina kılgan bir top müşrik Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin yanına gelip sen teşvik kılıvatkan ve kişilerin davet kılıvatkan nersen İslam elbette çıraylık, yaxşı. Lekin sen bizge ötküzgen günahlarımızın yuyup tutan kefaretinin bari yoxluğunu etip bergen bolsan, Divide ular ular Allah'a ikinci bir ma'budni şerik qilmaydi. Allah haram qilgan nahaq adam o'ldirish ishini qilmaydi, zina qilmaydi. Kimki bu gunohlarni qiladi ekan, oxiratda u jazoga uchraydi. Ey Muhammad, mening tilimdan aytqinki, gunohlarni qilaverib, o'zlariga jinoyat qilgan bandalarim Allohning rahmatidan umidsizlanmanglar. Allah haqiqatan xohlagan odamning jami gunohlarini mag'firat qiladi. Şübhəsizki Allah nəhayət məğfirət qılğucudur, nəhayət mehribondur degan oyatlar nazil bo'ldi. İmam Buxariyning rivoyatida Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Yahudi olimlardan biri Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga kelib, "Ey Muhammad, biz Tavratda Allah osmonlarni bir barmoqqa, ziminlarni bir barmoqqa, tog'larni bir barmoqqa, daraxtlar bilan daryolarni bir barmoqqa, boshqa bütün maxluqlarni bir barmoqqa elib, "Men podshohdurman" deb qo'li bilan ishorat qilganligini ko'ramiz dedi. Rasululloh kulib ketib, ular Allohni haqiqiy ravishda tanimadi. Qiyomat kuni zimin butunlay Allohning changilida bo'ladi. Osmonlar Allohning o'ng qo'lida qatlanib turadi. Allah ular, ya'ni mushriklarning sherik keltirgan narsalardan pokdir va ustundir degan oyatni o'qidi. İmam Buxariyning yana bir rivoyatida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning gapini ham tasdiqlagan, ham ajablangan holda kulib ketdi. Men uning eziq tishlarini ko'rdim deyilgan. Abu Davudning sahih rivoyatida Abdullah ibn Ömer radhiyallohu anhumadan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Alloh taolo qiyomat kuni osmonlarni qatlaydi. Ondan uni o'ng qo'liga ilib, "Mana men podshoh, zo'ravonlar qani, mutakabbir qani" deydi. Ondan ziminlarni qatlab so'l qo'li tutib, "Mana men podshoh, zo'ravonlar qani, mutakabbirlar qani" deydi. İmam Müslimning rivoyatida Ubaydullah ibn Maqsam mundaq deydi: Abdullah ibn Ömer radhiyallohu anhuma Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Alloh azza va jalla osmon va zaminlarni qo'liga ilib, "Mana men Alloh turman." Abdullah barmoqlarini yumib adını ochdi. "Mana men podshohman" deydi. Deganligini so'zlab berib mundaq dedi: Shu chaqda munbarga qaradim. Munbarning osti lang'ishib ketayotdi. Men Payg'ambar alayhissalomning munbar bilan birga yiqilib tushishidan ansirab ketdim. Şunun bilan elhamdülillah Sure Saba, Fatir, Yasin, Saffat, Sad ve Zümer surelerining tafsiriga aloqador sahih hadislar o'qilib bo'ldi. Alloh hammalarga foydali ilm ato qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz qarindoshlar, anglayotganlar Muhammad ibn Sulayman al-Maghribiyning Jam'ul Fawaid min Jami'ul Usul ve Mecmu'uz Zawaid nomli kitobining 6-tomi. Biz tafsir bilimini o'qiyotimiz. Bugun o'qiydiganimiz Mü'min, Secde, Shura, Zuhruf ve Duhan surelerining tafsiriga aloqador sahih hadislar. Buxoriy muallaq rivoyat qilgan hadisda Ala ibn Ziyad cemaatga do'zaxni eslatgan edi. Bir odam "Nimishqa cemaatni umidlantirsan" dedi. Shuning bilan u mundaq dedi: "Alloh, ey Muhammad, mening tilimdan aytqinki, gunohlarni qilaverib, o'zlariga jinoyat qilgan bandalarim, Allohning rahmatidan umidsizlanmanglar. Allah haqiqatan xohlagan odamning jami gunohlarini mag'firat qiladi. Shubhasizki, Allah nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Haddidan oshquchilar ahli do'zaxdir davassa. Men kishilarni umidlantirishga qodir bo'larmanmi? Ammo sizlar qilgan amallaringlarning nacharligiga boqmay, jannat bilan xush bishorat birlashishni yaxshi ko'rasizlar. Allah Muhammad sallallohu alayhi vasallamni Allohga itoat qilganlarga jannat bilan xush bishorat berguchi, Allohga osiylik qilganlarni do'zax bilan ogohlantiruvchi qilib avatgan dedi.
İmam Buxariyning rivoyatida Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Yo'g'on qo'rsoq kaltbam ikki Quraysh bilan bir saqiflik yoki bir saqiflik bilan ikki Quraysh Baytullohning yanında uchrashdi. Ulardan biri "Alloh bizning so'zimizni anglaydi" deb qaramsizlar deb so'ragan edi. Yana biri "O'llik so'zlasak anglaydi, past so'zlasak anglamaydi" dedi. Yana biri "O'llik so'zlasak anglaydigan bo'lsa, past so'zlasak anglaydi" dedi. Shuning bilan sizlar dunyodagi chig'inglarda qulqinglarning, ko'zinglarning tirilaringlarning sizlarning ziyninglarga guvohlik berishdan saqlanmagan edinglar. Ya'ni yomon ishlarni qilgan chig'inglarda rasvo bo'lishdan qo'rqib, kishilardan yoshirgan edinglar. Vaholanki a'zolaringlarning sizlarning ziyninglarga guvohlik berganligini gumon qilmagan edinglar. Lekin sizlar qilmishinglardan nurg'un ishlarni Alloh bilmaydi deb gumon qildinglar degan oyat nozil bo'ldi. Tirmizining yana bir sahih rivoyatida Abdullah mundaq degan: "Men ularning so'zlarini payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga aytgan edim. Shuning bilan Alloh taolo sizlar dunyodagi chig'inglarda qulqinglarning, ko'zinglarning, terilaringlarning sizlarning ziyninglarga guvohlik berishidan saqlanmagan edinglar. Ya'ni yomon ishlarni qilgan chig'inglarda rasvo bo'lishdan qo'rqib, kishilardan yoshirgan edinglar. Vaholanki a'zolaringlarning sizlarning ziyninglarga guvohlik berganligini gumon qilmagan edinglar. Lekin sizlar qilmishinglardan nurg'un ishlarni Alloh bilmaydi deb gumon qildinglar. Parvardigoringlarga qilgan ana shu qabih gunohlaringlar sizlarni halok qildi. Shuning bilan ziyon tortquchilardan bo'ldinglar" degan oyatlarni nozil qildi. İmam Buxoriy muallaq rivoyat qilgan hadisda Ibn Abbas radhiyallohu anhu mundaq degan: "Yaxshi xislat orqali yomon xislatga taqobil turgan" degan oyatning ma'nosi g'azablanganda sabr qilish, azor yeganda afv qilishdir. Shundaq qilgandala Alloh ularni gunohdan saqlab, dushmanlarini ularga go'yo sirdosh do'stdek bo'ysundirib beradi. İmam Buxoriyning rivoyatida Tausdan mundaq rivoyat qilinadi. Ibn Abbas radhiyallohu anhudan Alloh taolaning faqat tuqqanchilik haqqi uchun meni do'st tutishinglarni, ya'ni Parvardigorimning da'vatini yetkazishimga chaqilmasliklarini tilayman degan oyatning ma'nosi nima deb so'ralgan edi. Said ibn Jubayr aldiraqsonlik bilan bu oyatdan Muhammad sallallohu alayhi vasallamning oyati ko'rsatilgan deb javob berdi. Ibn Abbas uningga: "Ey Said, javob berish uchun bakma aldiraqsonlik qilding. Quraysh qabilasining butun jamoati payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga tuqqan keladi. Bu oyatdan men sizlarning oranglardagi tuqqanchilik haqqini ado qilishinglarni tilayman degan ma'no maqsad qilingan" dedi. Tabranining ravileri sahih hadisning ravileri bo'lgan rivoyatida Amr ibn Urays radhiyallohu anhu: "Agar Alloh bandalarining rizqini keng qilsa, ular albatta zaminda fitna fasod tariydi" degan oyat ahli suffa haqida nozil bo'lgan. Chunki ular dunyoni arzu qilgan edi degan. İmam Buxoriy muallaq rivoyat qilgan hadisda Ibn Abbas radhiyallohu anhu Alloh taolaning insonlar kuffarlarning va yashat turmushini ko'rib, kufrga qiziqib ularga qo'shilib bo'lmasa, kufrda bir ummat bo'lib qolmaydigan bo'lsa-da degan oyatini navoda mol dunyo insonlarning hammasini kafir qilib o'tmaydigan bo'lsa edi, kafirlarning uylarini, o'g'izlarini va uningga chiqadigan shotlarni kumushdan qilib beratdiq, ya'ni kumushdan shota, peshtoq va karvatlarni qilib beratdiq deb tafsir qilgan. İmam Müslimning rivoyatida Masruhdan mundaq rivoyat qilinadi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aramizda yotadi. Biz uning atrofida o'ltiratdik. Bir odam kelib: "Ey Abu Abdurrahman, Kinda qabilasining mahallasida bir maddah qiyomat kuni is alomati kelib, kafirlarning nafsini siqadi. Mo'minni bo'lsa zukumlab qolganda qilib qo'ydi, da'vatida" dedi. U g'azablangancha ro'z o'ltirib: "Ey xaloyiq, Allohdan qo'rqinglar. Kimki bilsa, bilimi bilan so'zlasin. Bilmasa, Alloh obdan biladi desin. Bilmaydigan narsani men bilmayman, Alloh obdan biladi deyishmi bilimning qatoridandir. Qurayshlar islomni qabul qilmay yuz o'rib turib olganda,
Peygamber aleyhisselam, ey Allah, bularni Yusufning 7 yilga o'xshash 7 qahatchilik yiliga mubtalo qilgan deb beddua qilgan edi. Alloh taolo payg'ambarga aytganki, Alloh tarafidan kelgan vahiyni tabliq qilganligimni sizlardan hech ixtilof qilmayman. Men Qur'onni iftiro qiluvchilardan, ya'ni yolg'ondan to'quvchilardan emasman degan oyatni nozil qildi. İmam Buxariyning rivoyatida Masruhdan mundaq rivoyat qilinadi. Biz Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning qishida edik. U mundaq degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Qurayshning islomdan bosh tortganligini ko'rib, "Ey Alloh, Yusufning 7 yiliga o'xshash 7 qahatchilik yili qilgan" deb duo qilgan edi. Ularga qahatchilik etib barliq narsalarni quritib o'tdi. Hatto kishilar teri, hayvon o'liklari va toplarni yeyishga boshladi. Ularning biri osmonga qarasa, ochliqdan ko'zlari qorong'ulashib, osmon istakdek ko'rinadi. Shu chaqda Abu Sufyan kelib, "Ey Muhammad, sen Allohga itoat qilishga, sizlar rahim qilishga buyuraysan. Sening qavming haqiqatan halok bo'lib ketdi. Ular uchun Allohga duo qilib qo'ysang" dedi. Alloh taolo, "Ey Muhammad, sen osmon hamma odam o'shiq ko'rinadigan tutunni keltiradigan kunda ularga bo'lgan azobni kutgin" degan oyatdan "Sizlar haqiqatan ilgirki kofirlik oltinlari qaytyapsizlar. Ularni qattiq tutgan kunimizda cho'qim jazolaymiz" degan oyatgacha nozil qildi. Oyatdagi qattiq tutilgan kun degan iboradan Badr urushidagi qattiq jazo ko'zda tutilgan. Oyatlarda tilga olingan tutun, qattiq tutish, ramliqlarning g'alaba qilishi va qutulg'ili bo'lmaydigan azob qatorliq alomatlar maydonga kelib turdi. İmam Buxariyning rivoyatida mundaq kelgan. Ularga qahatchilik etib, kishilar qattiq qiynalganlikdan ustixonlarni yedi. Ularning biri ochliqdan olsilinib osmonga qarasa, osmon tutakdek ko'rinadi. Shu chaqda Alloh taolo, "Ey Muhammad, sen osmon hamma odam ochiq ko'rinadigan tutunni keltiradigan kunda ularga bo'ladigan azobni kutgin. U tutun kishilarni urib oladi, bu qattiq azobdir" degan oyatlarni nozil qildi. Rasulullohning qishig'i birisi, ya'ni Abu Sufyan kelib, "Ey Rasululloh, Muzarga suv talab qilib qo'ygan, Muzar halok bo'lib ketdi" degan edi. Payg'ambar alayhissalom uningga, "Muzarga suv talab qilamdiman? Sen haqiqatan Allohga sherik keltirib turib, uningdan rahmat tilaydigan jasorat odam ekansan" dedi. Ondan ularga suv talab qilib edi. Yomg'ir yig'ib, ular suv qondirildi. Shu chaqda "Biz haqiqatan azobni sizlardan ozgina vaqt ko'tarib o'tamiz. Ondan sizlar haqiqatan ilgari kofirlik oltinlari qaytib olsizlar" degan oyat nozil bo'ldi. Ularning ahvoli yaxshilanib, rahat-barogat ko'rdi, burunqi holatiga qaytishdi. Shuning bilan Alloh taolo ularni qattiq tutgan kunimizda cho'qim jazolaymiz degan oyatni nozil qildi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bu oyatdan Badr kuni maqsad qilingan degan. İmam Buxariyning rivoyatida Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq degan. Tutun Rumning g'albisi, oyning ikkiga bo'linishi, qattiq tutish va qutulg'ili bo'lmaydigan azob qatorliq 5 turlik alomat maydonga kelib bo'ldi. Shuning bilan alhamdulillah Mü'min, Sajda, Shura, Zuhruf va Duxon suralarining tafsiriga aloqador sahih hadislar o'qilib bo'ldi. Alloh hammanglarning foydali ilmini ziyoda qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah va alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz qarindoshlar, anglayotganinglar Muhammad ibn Sulaymon al-Mag'ribiyning Jam'ul Fawaid min Jamil Usul va Majmu'uz Zawaid nomli kitobining 6-tomi. Biz tafsir bo'limini o'qiyotimiz. Bugun o'qiydiganimiz Ahqof, Fath, Hujurat va Zariyat suralarining tafsiriga aloqador sahih hadislar. İmam Buxariyning rivoyatida Yusuf ibn Mahakdan mundaq rivoyat qilinadi. Muaviya radhiyallohu anhu Marvonni ijozga amaldor qilib tayinlagan edi. U xutba so'zlab Muaviyaning o'g'li Yazidni tilga olib, otasidan keyin uni xalifa saylash uchun Yazidning tarafini qilib tashviq qilg'ili turdi. Abdurrahmon ibn Abu Bakr uning bir narsa dedi, uni tutinglar dedi. U Aisha radhiyallohu anhaning uyiga kirib olgan edi. Ular uni tutishga amal qila olmadi. Shuning bilan Marvan Alloh taolo ota-onasiga
Voy, sizlar meni qayta tirilishdan qo'rqityapsizlar. Mendan ilgari nurg'un ummatlar o'tdi. Ulardan hech odam tirildirilgani yo'q degan oyatni o'sha odam haqida nozil qilgan dedi. Oysha roziyallohu anha pardaning orqasida turib, Alloh taolo Nur surasida mening pok ekanligimni bildirib oyat nozil qildi. Uningdan boshqa bizning haqqimizda oyat nozil qilingani yo'q deb javob berdi. İmam Müslim'nin rivayetinde Alqamadan mundaq rivoyat qilinadi. Men Ibn Mas'ud radhiyallohu anhumadan birarsinlar jin kechisida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga hamroh bo'lganmi deb so'ragan edim. U yo'q, ammo boshqa bir kechisi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga edik. Uni izlab topolmay sayjiliklarni qizib etdik. Yana topolmadik. Uni jin elib qochganmidi yoki biraz yankash kuchirganmidi degan andisha bilan kechini nihoyat perişan o'tkazdik. Tong otganda Payg'ambar alayhissalom Hiro tarafdan chiqib keldi. Biz, "Ey Rasululloh, biz seni izlab topolmay kecha bakmi perişan bo'ldik" degan edik. Payg'ambar alayhissalom, "Jinlardan biri meni taklif qilib kelgan edi. Uning bilan berib ularga Qur'on o'qib berdim" dedi. Ondan bizga jinlarning va ular yoqqan o'tlarning izlarini ko'rsatib qo'ydi. Ular Payg'ambar alayhissalomdan uzuq-tulik talab qilgan ekan, Payg'ambar alayhissalom ularga Allohning ismi aytilib go'shi yilgan har bir so'ng kishilarning qulunlarga go'shi eng to'liq holatda qaytidi. Har bir tezak kishilarning quloqlaringlarga alak bo'lib qaytidi debdi. Keyin Payg'ambar alayhissalom bizga bundoq dedi. Şuna o ikki narsada istinjo qilmanglar, chunki ular jin qarindishinglarning taomidir. Tirmizining sahih rivoyatida ular Arab aralining jinlaridan edi deb kelgan. Bazzarning ravilar ishonchli rivoyatida Zir ibn Ubaysh Alloh taolaning "Ey Muhammad, o'z vaqtida bir turkum jinlarni san Qur'onni o'qishga avatdiq. Ular Qur'on tilovatiga hozir bo'lganda bir-biriga jim turinglar" deyishdi degan oyat haqida bundoq degan. Ular 7 nafar bo'lib, biri Zawba degan jin edi. Tirmizining sanadi sahih rivoyatida Anas radhiyallohu anhudan bundoq rivoyat qilinadi. Allohning sening ilgirki va keyingi gunohlaringni kechirish uchun, sana bergan ne'matini mukammallashtirish uchun, seni to'g'ri yo'lga boshlash uchun Tirmizining sanadi sahih rivoyatida Anas radhiyallohu anhudan bundoq rivoyat qilinadi. Allohning sening ilgirki va keyingi gunohlaringni kechirish uchun, sana bergan ne'matini mukammallashtirish uchun, seni to'g'ri yo'lga boshlash uchun, sana kuch yordam berish uchun, sana biz haqiqatan ro'shan g'alaba ato qildik degan oyat Payg'ambar alayhissalom Hudaybiyadan qaytganda nozil bo'lgan edi. Payg'ambar alayhissalom menga shunday bir oyat nozil qilindiki, u menga nisbatan zamin ustidagi barliq narsalardan suyumlikroq dedi. Ondan o ayetni o'qib berdi. Sahabalar, "Ey Rasululloh, muborak bo'lsin. Alloh taolo sening oqibatingni bayon qilib beribdi. Bizning oqibatimiz qanday bo'lar?" dedi. Ko'p o'tmayla Payg'ambar alayhissalomga ayol mu'minlarni ostidan o'stanglar eqib turadigan, ular mangu qoladigan jannatlarga kirgizish uchundir. Allohning ularning gunohlarini kechirish uchundir. Allohning dargohida bu zo'r muvaffaqiyatdir degan oyat nozil bo'ldi. İmam Buxariyning rivoyatida Anas radhiyallohu anhudan bundoq rivoyat qilinadi. Sana biz haqiqatan ro'shan g'alaba ato qildik degan oyatdagi Fathdan Hudaybiya sulhisi maqsad qilinadi. İmam Buxariyning rivoyatida Aslam radhiyallohu anhudan bundoq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam safarga chiqdi. Bir kechisi Ömer ibn Xattob radhiyallohu anhu Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan shu safarda birga ketib o'tib, bir masala to'g'riliq so'rgan edi. Payg'ambar alayhissalom Ömerga javob bermadi. Ömer qayta so'radi. Payg'ambar alayhissalom yana javob bermadi. Ömer 3-chi qatim yana so'rgan edi. Payg'ambar alayhissalom yana javob bermadi. Shuning bilan Ömer o'z-o'ziga: "Ey Ömer,
Halınğı vay. Peygamber aleyhisselam sana cevap vermese, közüge kirip 3 qitim qayta surgunun nemesi dep tap qildi. Ömer mundaq deydi. Men tügemnet deyitip musulmonlarning oldiga o'tib ketdim. Chunki meni ayblab oyat tushib qolishidan qo'rqqan edim. Uzun o'tmayla arqamdan biraylarning meni chaqirgan ovozini angladim. Men u odamga meni ayblab oyat tushib qolishidan qo'rqqan edim dedimda, payg'ambar alayhissalomning huzuriga kelib salom qildim. Payg'ambar alayhissalom bu kecha menga sura nozil qilindi. Bu men uchun butun dunyodan sevinmakrak dedi. Ondan sana biz haqiqatan ro'shan g'alaba ato qildik degan oyatni o'qidi. Tirmizining sahih rivoyatida Anas radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. 80 kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni o'ltirmoqchi bo'lib, bomdod vaqtida Tanim tog'i tarafdan yetib keldi. Lekin hammasi tutilib qolib, payg'ambar alayhissalomning oldiga olib kelingan edi. Payg'ambar alayhissalom ularni kechirib o'tdi. Ana shu chaqda Allah ularni sizlarga qo'l solishdan to'sdi. Hamda ular ustidan g'alaba qilganinglardan keyin Makkaning ichida, ya'ni Hudaybiyada sizlarni ularga qo'l solishdan to'sdi. Allah qiladigan ishinglarni ko'rib turg'uchidir degan oyatni nozil qildi. Tirmizining sahih rivoyatida Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam taqvo kalimasi la ilaha illallohdir degan. Tirmizining sahih rivoyatida Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Bani Tamim qabilasidan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bir o'mak keldi. Abu Bakr payg'ambar alayhi vasallamga Qaqa ibn Ma'bad ibn Zurarani ularga amr qilib tayinlasak deb maslahat bergan edi. Umar yo'q, Aqra ibn Habisni amr qilib tayinlayli dedi. Abu Bakr sen har doim mening fikrimga zid gap qilasan dedi. Umar men sana zid gap qilishni maqsad qilmagan edim dedi. İkisi bir gap bermay to'g'rishib ketib tas qoldi. Mushu voqelik sababidan Alloh taolaning ey mu'minlar, sizlar Allohning va Allohning payg'ambarining oldida hech qanday bir ishni va so'zni Yazışdan ahır yok ki. Basmanı hatalık okşaydı bir bet hata beslip koydu. İmam Ahmed'nin ravileri işençlik rivayetinde Haris ibn Zirar Huzai raziyallahu anhudan mundaq rivayet qılındı. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning huzuriga kelgan edim. Meni islomga da'vat qildi. Men iymon etib musulmon bo'ldim. Onda meni zakot berishga chaqirdi. Uningga ma'qul bo'lib, "Ey Rasululloh, men qavmimga qaytib ularni islomga va zakotni ado qilishga da'vat qilay. Da'vatimni qabul qilganlarning zakotini yig'ay. Sen menga mundaq vaqtlarda odam avatgan. Men to'plagan zakotni elib menga sana topshirsin" dedim. Men da'vatimni qabul qilganlardan zakotni to'plab, payg'ambar alayhissalomning avatmoqchi bo'lgan odamini saqlab turdim. Lekin u odam kelmadi. Shuning bilan men Alloh taolo va uning rasulining g'azabi kelgidek biror ish qilib qo'ygan o'xshayman deb o'ylab, qavmimning oqsoqollarini yig'ib ularga payg'ambar alayhissalom qo'limdagi zakotni topshirib berish uchun belgilik vaqtda odam avatmoqchi bo'lgan edi. Payg'ambar so'zib turdi, odamning kalbigini qaraganda g'azab kelgidek biror ish bo'lgan o'xshaydi. Shunga biz Rasulullohning huzuriga boraylik dedim. Aslida payg'ambar alayhissalom Valid ibn Uqbani Harisga avatib, uning qo'lidagi zakot molini topshirib berishga avatgan edi. Valid yerim yo'lga borganda qo'rqib qaytib ketdi va payg'ambar alayhissalomning oldiga berib, "Ey Rasululloh, Haris menga zakotni bergil unmay, meni o'ltirmoqchi bo'ldi" deb ma'lum qilgan edi. Payg'ambar alayhissalom buni anglab Harisga qo'shin avatdi. Dal shu paytda Haris hamrohlari bilan yetib kelib, Madina sirtida qo'shin bilan uchrashib qoldi. Qo'shindagilar bu Harisqo deyishib, uni qo'rishib oldi. Haris ulardan "Sizlar kimga avatildinglar?" deb so'ragan edi. Ular "Sana" dedi. Haris "Nima uchun?" deb so'ragan edi. Ular payg'ambar alayhissalom
Babam Velid ibn Uqbani sana aytgan edi. U kelib sening zakatını topshirmaganligingni va uni o'ltirmoqchi bo'lganligingni aytdi dedi. Haris: "Yo'q, Muhammadni aqlim bilan avatgan zotning nomi bilan qasamki, men uni faqat ko'rib boqmadim" dedi. Ondan payg'ambar alayhissalomning huzuriga kirdi. Payg'ambar alayhissalom uningga zakat topshirmay odamni o'ltirmoqchi bo'ldingmi dedi. U: "Yo'q, seni aqlim bilan avatgan zotning nomi bilan qasamki, men uni faqat ko'rib boqmadim, qishimg'im kelib boqmadi. Sen avatmoqchi bo'lgan kishi kelmay kunlar o'tavergachga Alloh taoloni va uning rasulini g'azablantirib qo'ygan o'xshayman deb o'ylab jamoatni boshlab huzuringga yetib keldim" dedi. Shu voqeadan keyin Ujrat surasidagi: "Ey mu'minlar, agar sizlarga bir fosiq odam biror xabar olib kelsa, kishining haqiqatini bilmasdan bir qavmni ranjitib qo'yib, qilmishinglarga pushaymon qilib qolmasliklaringiz uchun u xabarni aniqlab ko'ringlar. Bilinglarki, ichinglarda Rasululloh Allohning payg'ambari bor. Agar u nurg'un ishlarda sizlarga itoat qiladigan bo'lsa, cho'qim qiyin ahvolda qoladinglar. Lekin Alloh sizlarga iymonni qizg'in so'ygizdi va uni dillaringlarda ko'rkam qildi. Sizlarga fisqni, kufrni va gunohni yomon ko'rsatdi. Ana shular Allohning fazli va ne'mati bilan to'g'ri yo'lda bo'lg'uchilardir. Alloh hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir" degan oyatlar nozil bo'ldi. Tirmiziyning sanadi sahih rivoyatida Abu Nazradan mundaq rivoyat qilinadi. Abu Said Xudri radhiyallohu anhu: "Bilinglarki, ichinglarda Allohning payg'ambari bor. Agar u nurg'un ishlarda sizlarga itoat qiladigan bo'lsa, cho'qim qiyin ahvolda qoladinglar" degan oyatni o'qigandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga vahiy keladigan va uning atrofidagilar cho'ng imomlar sanalgan turuqliq, agar u ularga itoat qiladigan bo'lsa edi, ular qiyin ahvolda qolgan bo'ladi. Navoda bugun sizlarga itoat qilib qolsa, holinglar nima bo'lib ketar dedi. Abu Davudning sahih rivoyatida Abu Jabira ibn Zahhak radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Bir-biringlarni ayblamanglar, bir-biringlarni yomonlik bilan chaqirishmanglar. Iymondan keyin fisq bilan atash, ya'ni mu'minni fosiq deb atash nimaga yomon degan oyat biz Bani Salama jamoat to'g'riliq nozil bo'lgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Madinaga kelganda har birimizning 2-3 ta ism bor edi. Payg'ambar alayhissalom birimizni "Ey faloni" deb chaqirsa, biz "Ey Rasululloh" undaq demagan, u bu ismidan xafa bo'lib qoldi deyishatdik. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bu oyat nozil bo'ldi. İmam Buxariyning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma Alloh taolaning: "Ey insonlar, sizlarni biz haqiqatan bir ayoldan o'zaro tanishinglar uchun sizlarni nurg'un millat va urug' qildik" degan oyatini millatlar cho'ng qabilalardir, qabilalar bo'lsa urug' jamoatlardir deb tafsir qilgan. İmam Buxariyning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma Alloh taolaning sajdadan keyin tasbih aytqin degan oyatini Alloh taolo payg'ambar alayhissalomni har namozdan keyin tasbih aytishga buyurdi deb tafsir qilgan. Abu Davudning sahih rivoyatida Anas radhiyallohu anhu Alloh taolaning ular kechasi oziqlaydi degan oyatini shom bilan xubdan orqada namoz o'qiydi deb tafsir qilgan. Şunun bilan alhamdulillah Ahqaf, Fath, Hujurat va Zariyat suralarining tafsiriga aloqador sahih hadislar tugadi. Alloh hammalarning foydali ilmini ziyoda qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.